xush kelibsizlar. Men qarasam, bugun yangi mehmonlar xeyli ko'p ekan. Qani o'zinglarni tanishtirib o'tamsizlar? Mayirada, ustozlar, qizlar yaxshimisizlar? Men Iqborguldan sizlarga o'tliq salom. Sizga salom singlim. Siz nima kasb bilan shug'ullanasiz? Mening kasbim yasli o'qituvchisi. Yasli o'qituvchisimi? Odatda o'zingiz muqim sinf tutgan bo'lsangiz, kichik bolalarni tutib yoki yuqori sinfning bolalarini tutib o'tamsiz? Kichik bolalar. Xizmatingiz ko'ngillikmi? Ko'ngillik. Yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Rahmat sizga. Salam Mayirada, salam mehmonlar, mallarning mushaq xeyirlik bo'lsin. İsmim Rilayat. O'zim ismingiz? Rilayat. Rilayat. Rilayat? Ha, o'zgacha ism ekan. Men tunji qitim anglab yiqibdiman. Rilayat. O'zim Şinjan san'at shu yaniki usul kasbini tutaygan hozir endi shay makrimlarni beshanlik qilib setyapman. Undidar savdosi bilan shug'ullanayapsizda? Rahmat. Rilayat. Salam Mayirada, salam ko'pchilik. Men Kucha qizi Marigul. Sizlarga o'tib salom. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? O'zim xalq saqchisi. Xalq saqchisi. To'g'ri. Xizmatingiz cho'qimdek jafoliq, jafo chekdingiz. Bugun alayda ruxsat so'rab programmamizga qatnashibsizda? To'g'ri. Boshlig'ingizga elchi programmamizga qatnashganligingizni aniq aytdingizmi? Aytdim. Qo'lladimi? Qo'lladim. Cho'qim xizmat aldirashchiligida siz shaxsiy turmushingizni o'ylaydigan vaqt chiqaramagan-ku deyman-a? To'g'ri. Programmamiz orqali ko'ngildagidek jo'ra tepib qaytishingizni umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Salam Mayirada, salam ustozlar. Amalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Mening ismim Maraba, o'zim doktor, ambulatoriya achiman. Uningdan sirt yana sog'lom o'rg'iltish markazida ishlayman. Kelinkilik davolashda masalan, obyektingiz, asosiy davolash obyektingiz ayollarmi yoki er-ayol hamma kasallarni o'rtaq davolamsiz? Hamma kasallarni, asosiyatan ichki kasallikni davolaymiz. Ichki kasalliklar doktori. Ha. Qarshi olamiz. Rahmat. Salam, hörmətli ustozlar. Ekran oldidagi barcha azizlar, hammanglarning mush vaqtiga xayrlik bo'lsin. Men Xayrinizlardan sig'inishli salom. Yurtim Aqsudan, o'zim mush yerda. Nima xizmat bilan shug'ullanasiz? Kasbim dorigar. Dorigarlik bilan shug'ullanasiz. Izchil elchi programmasini ko'rib kelyapsizsiz. Shundaq. Elchi programmasi sizning ko'nglingizga yoqamdi. Ha. Bugun alayda qadam tashrif siz muborak bo'lsin. Xuddi boshqa qiz mehmonlarga tiligimizdek sizgami yaxshi bir jo'rning mush elchi programmasi orqali uchrab, ko'nglingizdagidek loyiq tepib qaytishingizni umid qilamiz. Rahmat. Undaq bo'lsa qizlar, ko'ngillik suhbatlarimizni mana boshlab ketdik. Bugun programmamizga shundaq bo'lganda 5 nafar yangi mehmon qadam tashrif qilsizlar. Ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, utuqliq bo'lsin. Eng muhimi ko'nglinglarda o'ylaganinglar amalga oshsin. Bekmi chiroyli bir she'r bor. Yangi kelgan mehmonlarga sovg'a qilishni loyiq topdim. Ey suyimlik oq gaplar, sabiring qayon, uchib o't yenimdan to'xtig'in bir rat. Tashlig'in mamuh paylaringdan bir tal, yazay shu suyimlik janonimga xat. Naq maydonda o'g'illar bilan fikr almashtirish imkoniyatinglar bor. Ko'nglinglardagini o'g'illarga yetkazib, ham sahnamizga kelgan o'g'illar bilan keng kushada paranglashishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz birinchi mehmonni kutib olishdan burun qoidamiz bo'yicha ekran qaraylik. Hörmətli ko'rganlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Elijon. O'zim Najbut makoni Korildan keldim. Qiziqishim bo'lsa, naqsh muzika, naqsh ijod qilish. Meningcha mangu davomlashadigan kishilarga go'zallikni his qildiradigan, qandoq odam bo'lishni o'rgatadigan bir kuch bor. U bo'lsa-mu muhabbat. Shuni men bir san'atkor bo'lish sifatim bilan mangu muhabbatlik o'ylayman. Mening bu elchi programmasiga kelishimdagi maqsadim bo'lsa, mijozim kelishadigan amroyimga ko'nglimni sarqilish, san'at jihatdagi talentimni namoyon qilish. Shu orqali ustozlarning talab fikrlarini tuvanchilik bilan qabul qilaman. Rahmat. Qani biz muhabbatni kuylaydigan havaskor Elijon Salayni sahnamizga kutib olaylik. Gap tushunmaydigan siz deyman, nimada gap tushunmaydigan siz. Bir yil bo'ldi, bir eg'iz gapni men tushundiramad qil deyman.
Gap bir quloq ishkida bu do'stlarcha bir chiqirib qo'yib hesab emas uni. Qiziq gap bo'ldi bu. Nimada tushunmaysiz? Men 10 qat deb bo'ldim. O'zingizga qilaverdik. Nega mangdingiz? Ayzga mangda. O'zini bayka. Hammadan mayza ketib qolsa. Hammadan mayza ketib qolsa emas, butun dunyo xalq ayzga manggan taqdirdimi? Ikkimizning mangdaga yo'li mayza tursa. Nima bo'ldi? Men deb qo'ya qarang. Nurg'un odamni-chi. İşinin doğrusunu qilmaydi, jiq odamlar qilayotgan ishni do'rab qiladi. Ve o'zini to'g'ri. Belatni o'rinchi gap qo'yib, qashqatirib qarab emas. Bunda ekansiz. Yaxshi ekansiz. Bo'ldi, bari. Bu ishimizning yo'l ochmoqchiga kelishmaydi ekanmiz, hech kim emas. Bo'ldi, men ishimiz to'xtab qoldi. O'rinchida bir elchi programmamizda bir program uyushtirdik. Aşağı men bilan bir bunda tamamlarda qiz oldim bir. Nima? Xo'sh. Aslında bir oldu qolmaymiz. Oy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz ilki elchi programmamizda riyosatchilik qilayotgan Mayra xonim shu. Shu. Siz beni qilsiz. Bu savolni men sizdan so'rasam bo'la, Alijon. O'sha sahnaga chiqishdagi maqsadingizni men bilib baqsam. Chunki chiqib o'zingizga so'zlagantingiz ayzig'i deb so'z boshlab, qizlar bilan sal jiddiyalashib qoldik. Mening bu ishim nima degan vaqtida bir turkum aylaba indaq ayol ayzig'a mangdigan. Hamda turmush degan hamda mayli bir odamdan ish bo'lsin, mayli ikki odam ish bo'lsin, cho'qim bir yo'ldagi odam deb o'ylayman-shu. Bir yo'l tushmay ketgan emas, bir yo'lga ketmagan-ku. Shunda ishni birimda ko'nglimda qiziqarli chiqib qo'ygan ishim bor. Demak, siz bir yo'ldagi hamroh izlab programmamizga qatnashdingiz. Bayatni o'zingizni tanishtirganda muhabbat kuylashni yaxshi ko'raman debsiz. Demak, odatda naqshi ijodiyat qilish sizning havisingiz, yaxshi ko'radigan ishingiz. Mush kasb bilan shug'ullanayotgan qanchalik bo'ldi? Shug'ullab 20 yil olmasam 19 yildan ozroq oshdi. Har qanday bir joyning o'ziga loyiq yo'sin qoidalari bo'ladi. Endi elchi programmasiga kelgan mehmonlarni avval chiqib, o'qituvchilarga, qizlarga bir salom berib o'tib so'z boshlaydigan. Hozir oyga botdi ham epizodni-chi? Ha. Oyga botdi. Oyga bormadi. Oyga botdi. Chiqirib o'taylamsa. Siz bilan qolsiz. Aşağıdan kelamdi yo'q? Bu yerga yuribsiz-ku. Damilib. Siz elchi programmani bamdingizmi? Kelgan? Men shu yerga mangdim qolam. Menda bir ish bor. Saniga tuyuqsiz chiqib olsak, yaxshi chiqmaydi. Muallimlar qizlar kelgicha 1,5 minut men azar repetitsiya qilib olay. Bo'ladi. Ondan yaxshi chiqdi. Bo'ladi. Muallim chiqib qolgach, adab jiddilashib qoldi. Voy, yaxshimisizlar muallim? Kep bo'pti-ku ama. Yaxshi dinlama. Onda dinlama ishlaringni joyida, ishlaring layda o'tirilishi saydimi? Yaxshi. Qizlar qani? Oha, muhitga yaxshi qizlar. Onda dinlama. Mayaqtama ba. Yaxshimisizlar, ustozlar, qizlar. O'zim Ko'ril diyoriga keldim, ismim Melijon, hammangizlarga o'tib salam. Endi o'zingizga sal qaytdingiz, yaxshimisiz Alijon? Qarshi olamiz, Jiroq musofirni besib programmamizga kelibsiz. Programmamizning ilgirki sonlarini ko'rganmidingiz? Boshdan oyoq ko'ryapman. Boshdan oyoq ko'ryapsiz. Programmamizning sizga bergan ta'siri qanday? Yaxshi. Undaq bo'lsa, bugun naq maydonda o'zimni to'liq ifodalay olayman deyishga ishonchingiz bormi? Bor. Qaysi yo'sinda ifodalaysiz? Mayli naqsh muzik bo'lsin, mayli she'rlashtirish uslubi bo'lsin, mayli so'z suollar qiyma va to'g'ri san'at jihatdan bo'lsin, ham jihatdan ifodalayman. Eng oldi bilan qaysini qilgangiz bor? Men shu qizlardan avval savol so'rayman men. To'y marosim degan ish asli tipildi qanday bir ish, shu qanday nima uchun to'y qildi degandek, shu qanday qaraysizlar shunday ishlar. O'g'il bilan qiz nima uchun to'y qildi demoqchi? Ha. Har bir ayol to'y qilib, keyin bola qilib, ondan shu ota-onasininki umidini oqlab. Menimcha to'y qilish ota-onaning va o'z yaxshi ko'rgan va o'zini yaxshi ko'rganning orzusi. Menimcha hamda u to'y qilish degan mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bola bo'lsin, ma'lum bir yashab yetgan vaqtida ashta bir vaqt soat kelgan bir ish-ku bu. Mening o'ylig'im hamda tanishmaydigan bir yigit bilan bir qiz olninki bir-birini yaxshi ko'rib, o'z uchun yana bir oilani qurish uchun ana degan to'y qilaman deb o'ylayman. Bu bir hayotlikningki qonuniy. Yaxshi ko'rgan odam bilan to'y qilib, muhabbatlik o'tsa yaxshi. Kelgusidagi varisimizni qoldirish dunyodachi. Xo'sh, javoblar. Yaxshi. Ko'nglingizga arzidimi? Yaxshi javob berdi qizlarmi? Mening ko'z qarashimda qo'yib qo'yay o'tirga. Mening ko'z qarashimcha 2 yosh qoida yo'sin uchun to'y qildi deb o'ylayman. Ali Ma'lim,
Alijan 2 yaş qayda yo'sin uchun to'y qiladi deydi. Endi Elijanning bu so'g'an savol nayt salmoqqa ig'ir bir savol bu-chu. Chunki bu qandaqdir bir shaxs bilan shaxs o'tirisidagi munosabat bo'lmasdan balki butun insoniyatning psixikasi bilan munosabati bor narsa. Buningda qizlarning bergan javoblarini xato demaymiz. Ammo to'g'rimi demaymiz. Nimishqa deganda bu barliq qizlarning ko'z qarashi. Bo'libmi? Birinchi nomerli qiz bu mening ko'z qarashim dedi. Demak bu ko'z qarash bo'lgandan keyin mushu qizni to'y qilishga shu qo'mondonlik qilgan ko'z qarashda, ammo bu qizlarning hammasining bergan javobi asosiyatdan xato javoblar. Endi odam nimish to'y qildi? Ma qiz tabiatning qonuni dedi. Amaliyotda tabiatning ichida nurg'ulg'a hayvonotlar bor. Hech qaysi to'y qilmaydi. Jo'ri bo'ladi, ba'zilar jo'rim bo'lmaydi. Qiz dedi avlod qoldirdi dedi. Bu hamda tazi taraqqiyot nazariyasida bir qadar to'g'ri. Ammo bu yerda yaxshi ko'rish, to'y qandoq shakllandi deydigan bir avval shakllandi. Amaliyotda odam shundoq bir narsani bilish kerakki, bir odam bilan to'y qilaman, yaxshi ko'raman degan vaqtda amaliyot tushsa o'zi bilan to'y qiladi. O'zi bilan to'y qildi degan nima degan gap degan vaqtda odamning xuddi siz degandek muhabbat uchun to'y qildi dedingiz. Bu yerda demak bir odam bilan to'y qilmaydi, muhabbat uchun to'y qiladi. Bunda aytgan vaqtda qarshi tarafni o'zi izlayotgan, o'zining qalbida izlayotgan bir muhabbat deydigan bir xil hissiyotni izlab to'y qiladi. Ammo xatolashgan yer nimasi bu hissiyotni qarshi taraf beridi deb qaraydi. Biz buni aktiv proksiya deymiz. Aktiv proksiya degan nimasi o'zingizning orzusini, o'zingizning ko'nglidagidek bir odamni mush odam deb o'ylab qilishni biz aktiv proksiya deymiz. Amaliyotda sizning to'y qilayotganingiz u odam emas. Faqat nimasi qallingizda shu odamni sizga muhabbat beridi deydigan o'zingizmi haqiqiy his qilib bo'lmagan, ammo ashundaq bir hissiyotning bog'liq bo'lgan muhabbat deb atalgan bir hissiyotni mush odam beridi deb umidni to'y qilasiz. Demek nurg'un odamlarning to'y qilayotgan amaliyot bir odam bo'lmasdan balki o'zining orzusi, o'zining umidi bilan to'y qilyotadi. Dal chataq mushadin chiqadi. Nurg'un vaqtlarda qiz o'g'illar to'y qilgandan keyinki bu xil umid qarshi tarafdan nurg'unlagan talablarni va besimlarni shakllantirdi. Natijasi shu degan vaqtda iliq aktiv proksiya darhol nimasi passiv proksiyaga aylandi. Passiv proksiya degan nimasi barliq beyaramchilig'ingizni ashundan ko'radigan bo'lasiz. Natija nimasi shundoq bir go'zal turmush, keyin bir xil so'g'uq, bir-biridan kar olmaslik yoki bir-biridan mangu kuch olishdan iborat bir beyaram bir munosabat qarab taraqqiy qildigan gap. Undaq bo'lsa odam nima uchun to'y qiladi? Demak, cho'g'ingiz hozirgi odamlar nima uchun to'y qilyapti demakchimi yoki odam nima uchun to'y qilish kerak demakchimi? Nima uchun to'y qildi deganingizda o'shada normal odamlarni analiz qiling demakchimi yoki nima uchun to'y qilish kerak deb haqiqiy sababini izlash kerak. Biz normal odamlar to'pini analiz qilib boqaylik. Normal odamlar to'pini men bayatni deb berdim. Nurg'un kishilar xuddi siz degandek mushu menga muhabbat beralaydi degan bir xil tuyg'uni izlaydi. Bu yerdagi muhabbat degan nimasi ikki xil hissiyotning yo'qoliti, ya'ni bir bo'lsa qo'rqinchning yo'qoliti, yana birisi yolg'izlikning yo'qoliti, yana birisi o'zini tuven ko'rishning yo'qoliti. Demak, mayli qiz bo'lsa yoki o'g'il bo'lsin, qarshi taraf menda birisi o'zini tuven ko'rishni, yana birisi yolg'izlikni, yana birisi qo'rqish tuyg'umni yo'q qilib yetalaydi deb o'ylagan vaqtda muhabbat shakllandi. Bu muhabbat nimasi? Shu qarshi taraf deb qaraymiz. Natijada bu qarshi tarafni bizga mangu ash tuyg'uni berdi deb uni mangu o'zimizga bog'lashni o'ylaymiz. Natijada nurg'un odamlar mush sababdan to'y qildi. Mush sababdan to'y qilganlik uchun nurg'un yoshlarning oilasidan nurg'unlagan ziddiyatlar paydo bo'ldi. Menimcha men Alima olimdan hozir siz ayni vaqtda nima uchun to'y qilgan degan savolni so'rsam ko'ngilingizga yoqadi deyman. Ayni vaqtmi? Ayni vaqt shu qarasam do'stlarimiz to'y qilibdi ekan. Shunlar cho'qim to'y qilishim kerak degan bir tuyg'uda bo'lganda, chunki men shu yoshlar bizning ash davrimizdagi holatda bu aloqa bir xil aloqa nima deymiz, shu shamol yoki iqimga agishish bo'ldi. Hamda uni cho'nqur tushunib ma'lum nuqtaga yetganda chu degan vaqtda albatta ular to'y qilib bo'lgan holatda bo'lgan gap. Rahmat. Alima olimning javobi yaxshi bo'ldi. Ko'nglingizga yoqdi shundaqmi? Yoqdi. Ha.
Mening demoqchi bo'lganim nurg'un odamni so'rab baqdim, og'izdan olib kelyaptimi? To'y qilish muhim. To'y degan umrda bir qadam bo'ldi, to'y muhim degan. Mening nazar to'y qilish muhim emas deb o'ylayman. To'yni shu qismi bo'ldi. To'y ma'rakini qilmasam deb o'ylayman. Mayda o'ylayman. Qisaqim bo'ldi to'y ma'rakicha, qilmasam. Demak, ma'raka o'tkazish qismi bo'ladigan, qilmasam bo'ladigan ish deb qaraysiz. Hozir hamda men mushahada bir ziddiyat paydo bo'ladi uchun nima desa, erlarning kallasidagi bir xil to'g'ri xato bilan ayollarning kallasi to'g'ri xato o'xshamayotdi. Hozir Alijon deydi, to'y ma'rakasi qilmaylam, baxtli bo'lsak yaxshi emasmi deb qarayotdi. Amaliyotda to'y ma'rakasi degan bir ayol uchun bu ajoyib muhim bir narsa. Hatto nurg'un qizlarning psixikasiga kirib chiqsak, u kim bilan to'y qilish uchun emas, to'y ma'rakasi qilish uchunmi to'y qildigan. Shu bir xil oq ela ko'ynakni kiyish uchun to'y qildigan nurg'un qizlar bor. Kim siz yoki boshqalar muhim emas ular uchunchi. Bu nima desa, bu ayollar dunyosiga kirgan vaqtda hargiz biz erlarning ko'zimiz bilan qarasak, bizga muhim bo'lmagan nurg'un narsalar ayollar uchun muhabbatning eng cho'ng bir o'lchamlari hisoblanib qoldi. Shunga sizning ma ko'z qarashingiz bu erlarga bir taraflama bir ko'z qarashlab qoldi. Qarab beqing, 8 nafar qiz turibdi. Qaysinglar to'y ma'rakasi o'tkazmayli to'y qilishning yaqinlig'uvchilari, ya'ni xalaysizlar. Qaysinglar xalmaysizlar. Avval xalaydiganlar qo'l ko'tarib beqinglar. Ma tarafda xalaydiganlar. Siz ba. Bo'laveradi. To'y ma'raka o'tkazmasin bo'laveradi. Shunaqmi? O'ylanish xetini eliblar to'y qismi bo'laveradi. Ma tarafda-chu. 8 nafar qiz ichida faqat bir nafar bugun yangi kelgan mehmon o qoidasilarni qilmasin bo'ladi deb qaraydi ekan. Lekin 7 nafar qiz cho'qim qilish kerak deb qaraydi ekan. Qadriya. Ishqinglarni to'y qilish oldida deb faraz qilaylik. Alijon, to'y murosimi o'tkazmaymiz deydi. Siz to'y murosimi o'tkazdiganlarning tarafdori shunaqo. Ishqinglar qani bir paranglashib beqinglar. Yang yaxshi mendigilar qildi-ya. Qanday? Ishkimizning mangimda baxtli xotira bitib ketish muhim qalang. Nima qildi baka odam baka hammadan chaqirib vaqt sarf qilib. Siz o'zingizninkini o'ylab, meninkini o'ylamamsiz ajba? Ishkimizning ishim shu. Ishkimizning ishi o'simi, bu deganiki turmush ishkimiz tutgandagi to'y murosimi o'tkazmaymiz. Kimga o'tkazib beramiz? Hammadan o'tkazib beramiz, men o'zimga o'tkazma. Siz u xalqni chaqirib siz o'zingizning o'rnida turib o'ylaganda, meni o'rnimda turib o'ylab baqsiz olmamdi. Bir qiz deganiki umrda bir qiz to'y qiladi. To'y murosimi muhimmi? Ishkimizning baxtli xotira bitib ketishimiz muhim. Ishkimiz muhim. Ishkimiz muhim. To'y murosimi cho'qilib qilsin bo'ldi, qilmas bo'lgan ish. Menda bir sizlarga xiyolingiz o'zi nimish to'y murosimi o'tkazmaymiz pikadi. Ashta bek japoliq ishmau? Japoliq ishlamadi. Ha bo'ldi emasmi? O'tkazgandan keyin oddiylarga o'tkazsakmi, chiqib o'tkazmasak bo'lmaydi. Cho'qim o'tkazishimiz kerak. To'y murosimi o'tkazmagan bo'lsa o'tkazamdingiz. O'tkazdi? O'tkazmaytingiz. Nimish o'tkazmayman? Ha, do'rab qilyapman ishlayman. Sizning kallangizga xiyol u meniki bilan o'xshamaydi. Ikki odamning xotira bitib ketish muhim deyman. Siz ikki odam xotira bitib ketdi deysiz, ma'qul. Hozir siz o'zingizning ko'nglingizda o'ylab qo'yamkin, to'y murosimi o'tkazmay to'y qilsak, sizning ishimiz kim baxtli ko'p keta olamizmi? Yaxshi o'tab keta olamizmi? Undaqmi to'y qilsak o'tab ketamiz? To'y qilsak o'tab keta olamiz. Bunlar munosabati yo'q. Qisaqmi bo'lib turadi. Ravrus munosabati bor. Demak, bir-biringlarni qoyil qilamayapsizlar. Ali ma'lum degandek, qizlar cho'qim o'zining maydonida turdi. To'y murosimi o'tkazish kerak deb o'ylaganlar bo'lsa, demak o'g'ilvalning qoyil qilishi tezkoroq to'xtaydi. Undaq bo'lsa, bugun kelgan yangi mehmon marhaba, qani siz chiqing. Qadrga rahmat. Sizning nima uchun to'y murosimi o'tkazmasimi bo'ladi degan qarashingizga qizlar azroq hayron qoldi. Biz anglab baqaylik-ya. Menimcha, endi to'y murosimini o'tkazmay, shu chiqqan pullarni yetim yesirlarga bersak, andan keyin saxovat o'rinlari ishlasak, keyin o'zimizni ishlatadiganga azroq yig'ib qo'ysak, keyingi turmushimizni texmi yaxshi bo'lganiga cho'qim ishonma. Ko'z qarashib shunga o'xshash chiqib qoldi. O'xshash chiqib qoldi. Ha. Unda sizlarga deyishamdi qog'imni. Marhaba, rahmat. Marhaba. Isrofchilikqa qarshi turish nuqtasidan to'y murosimini o'tkazmasak ham bo'laverdi dedi. Demak, bu gap sizning ko'nglingizga yoridi. Siz to'y murosimi o'tkazishni bir turli isrofchilik deb qaramsiz. Vaqt isrofchilik deb qarayman. Ham vaqt isrofchiligi, ham iqtisod isrofchiligi. Chaqirib kelib, shu pulni masalan faqat bu hayot qilib olsak bo'ldi, realishkimiz. O'zimizning uy ishlasak ham bo'ldi. Ishlatiga bakchi, bizning unda jiq pulimiz yo'q aslida. Ayda deb o'ylayman. Marhaba uchun bir naqsh keltirib baqsangiz, oldiga berib aytib. Chunki marhaba sizni qo'lladi. O'tgan sandimi bir
qarindishimiz keldi, Abdurahmon ismli. Naq maydonda naqsh aytib qizlarga bir ko'ngil xo'shlikqa beg'ishlagan. Siz ham da naqsh ayta olgan ekan, bu masala sizga qiyin to'xtamasligi mumkin. Men sizga mush o'zim yozgan bir naqsham bor, shundan bir ikki kopta aytib beray. Yig'lasam, tang yig'lagan, kulsangmi, gardan kulgan, japara etni tang ko'rgan, g'am güzar rangdan keşme. Bulg'inin da perişan, teselli o her zaman. Bulg'inin da perişan, teselli o her zaman. Sana şun mihriban, vapadan rangdan keşme. Sana şun mihriban, vapadan rangdan keşme. Vapadan rangdan keşme. Rahmat Alijon, o'zingiz ijod qilgan naqshimidi bu? Qachon ijod qilgandingiz? 10 yil qildim. Hozirgacha qanchalik naqsh ijod qilib baqdingiz? Chiqmaydi, 40-50 ta chiqarmiki. Chiqmaydi, 40-50 ta. Ha, shu. Xilijiq ijod qilibsiz. Hammasi muhabbat kuylarini asos qilganmi? Muhabbat kuylarimi bor, hamda taraqqiyotga yaqinroq naqshlarni yozdim, ayliq ko'ydim, pishdim, oldirib ketdim. Turamiya degan naqshlar chiqib hozir ma'lum. Naqshlarimizni ketib berib anglaylik. Endi fursatni qizlarga beraylik. Qarasak, bir narsani deb qo'ydi. Hayotimni shu Elijonning shu to'y to'g'risida, to'y ma'rikasi to'g'risida so'zlagan narsa shu erlarning, o'g'illarning qizlar to'g'risida bilish tegishlik bir muhim ishi bor. U bo'lsin nimasi? Qizlarning, ayollarning ko'pincha vaqtlarda shu o'zini dunyoda yo'qdek his qildi-ku. Doim yo'qdek, ko'rinmayotgandek his qildi. Buni nurg'un o'g'illar tushunmaydi bu xil hissiyotni. Ammo bu hissiyotni tushunish nurg'un oila uchun, nurg'un oilani inoq qilish uchun bek muhim. Ya'ni har doim bir o'zining ayoli yoki o'zining qiz do'stining doim yolg'izlik bir xil dunyoda uni hech kim ko'rmayotgandek, bir xil yo'qdek his qildiganligini unutqanmas kerak. Aningdan keyin erlar nurg'un vaqtlarda ayollarning nima qaqshaydig'ini, nimishqa doim uni izlaydig'ini, nimishqa o'zining yaxshi ko'rgan odamining doim uning bilan birga yurishni orzu qildigan hissiyotini ondan tushunalaydi. Shunga mushu nuqtaga sal qaragandiklar ayollarda ig'ir darajada masala paydo bo'ldi. Demak, ko'z oldingizdagi sizni yaxshi ko'rib, sizning qarshingizni yaqinlayotgan bir ayolning mavjudligini esingizga sap turishingizni ta'kidlayotdi alim olim. Xo'sh, undaq bo'lsa biz savollarimizni davomlashtiraylik. Qarasa qadriga chiroq o'chirib yetibdi, qolgan qizlarning chirog'i bor ekan. Fayza, yaxshimisiz? Men so'rab baqsam, abimiyag'i suhbatlaringizni oldim. Endi sizning demoqchi bo'lganingizni men menda tushundim-ku. Ikki taraf to'y qilmay, shu iqtisodiy nimani tejagan ahvol ostida turmushingizdagi shu bo'shliqni to'liqlab, shu iqtisod jihatdan kelib chiqqan shu xopliklarni oldini olish orqali jidal majra bo'lmagan turmush, endi baxtli turmushniki asosiy deymiz-ku endi. Shundaroq tushundim gapingizni. To'g'rimi ya? Baxtli turmush qanday bo'ldi degan bunda bir o'lchimiz bor. Masalan, ikki taraf kelsa dedingiz-ku, eng to'g'ri gap. Ikki taraf kelsa cho'qim baxtli bo'la oladi. Endi siz o'zingizning mijoziga qanday odamlar bilan birga o'ssam baxtli bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Qat'iy urushmaydigan oilani men baxtli oila deb o'ylamayman. Urush qilish kerak. Endi zo'lab qolmaydigan shu urush qilish bir xil muhabbat kirdi. Shu urush qasli yomonlab ketib urush qilish ajib desagmaydi. Shunga mening baxtsiz deb ekan, men o'zim baxtsiz deb o'ylab baxmadim-ku. Nafasayotgandan keyin baxtlik deb o'ylayman. Shunga ancha-muncha jidal majra bo'lsa, u normal ishlar. Hargiz sizlar o'zdir deb kunda takal unda yurib ketishni ayta o'ylayman. Oddiy sodda o'ylayman men. Oddiy sodda bo'lsa deb turmushni. Sizningcha bu sizningki xarakteringizga qanday mijozi qizlar bo'z kelisharaydi siz bilan?
Ya cimgurmu, ya ilaqadek şoxmu, kepsizmi degandek. Meningcha bo'lsa, qiz boladimi bir xil o'g'il bolalarga xos xarakteri bo'lgan deb o'ylayman, bir xil jasoratlikmi, ayda bo'lsa aralashgan deb o'ylayman. O'g'il boladimi bir xil mehribonlik, bunday qilib qizlarga mas ayda qo'rqsa bo'layman. Bakmi yo'q emas, bakmi o'yla qiyosh emas. Degandek ilaqadek bunday kichigi deyil, o'g'illar bilan tang o'ynab to'ng'an qizlar. Unda erkakchilik demidim. Bunday o'g'illar xos xarakteri bo'lgan deb o'ylayman. Yumoristik bo'lsa o'zlar bilan, o'zim yumoristik bo'lgandik. Yumoristik qizlarni yaxshi ko'rgansizda. Siz abay ovoz mahorati jihatdimi, talantim bor degantingiz, bizga shu talantingizni taqdim qilishni xohlaysiz. Nurg'un qizlarga, o'g'illarga diqqat qilib baqdim. Umi turdigan qilib, bumi turdigan, tayin o'qiyapni qilib, bir-birisiga yaxshi ta'sirlangan ekanda. Men qizlarga deyman, pul odamlar to'y qilaman, pul topalaydigan odamlar to'qildim, pul topalaydigan. Pul topalaydigan odam bilan to'y qilish kerak odamlar. Ay o'zi o'ynatma, dadam nima de. İnsan 50 qilgan, 40 qilgan dema. Ay shavqim besib ketgan ishi bor odamda. Shavqim jam bo'lsa yo'qsin. O'zini tilaydi, jab. Buni qanday o'yandaymiz? Sen intamni 90 al, hamma ishlarini qilib bo'l, pul tap. Siz bu o'zingizmi yoki birasini tahlil qildingizmi? Buni yozuvchisi, ijodchisi o'ylayman. Sizga bek ta'sir qilgan gaplar ekanda bu. Ta'sir qilgan gaplar jiq. Qisqartib aytdim, bo'z bek chiqdi. Demak, bu yerdagi masala paltu masalasi emas. Paltu. Nurg'un gaplar. Qizlar, savollaringlarni davomlashtirsanglar bo'ladi. Marhaba. Mening kasbim doktor. Öğütkilerim doktorcu dadammo. Hamda bizningki xizmatimiz aldirash. Töven taraflarga tushib ba'zida kasal ko'rgan ahvollarimiz bor. Agarda biz ikkimiz to'y qilib qolsak, men shundoq bayram, yet bayramlar bo'lib qolsam-o, ba'zida kasalning ahvoliga qarata cho'nglarni yo'qlab boramay, u yetlarga qatnashamay, nima qilib qolsam, siz uni qanday tushunasiz? Siz o'zingizdan to'g'ri tushunaman. Bunday ishlarni. To'g'ri tushunasiz. To'g'ri tushunaman. Rahmat. Endi men sizdan yana bir savol so'rab baqsam bo'lamdi? Men mesela ikkimiz turmush qurdik, turmush qurib bir hafta bo'lgan vaqtida lag'ma aytdingiz siz-ku. Degan polo aytgan. Lag'manni yeytiblar. Bila o'xshabdi, lag'mandan deb yeytib, qizg'in paranjtirib, ay ustalga jang'ida bir usut lag'man yeysam siz nim deb o'ylaysiz? Bishingiz og'irdimi deyman. Nimish qusdingiz deb so'ramamsiz? Nimish qusdingiz deb so'ramamsiz? O'ylayman. Endi bishingiz qiyib ketib usib qoldimki deb o'ylayman. Mening bu savolimda nurg'un ma'no va qarang. Bak muhim. Hozir deb beray. Shu jo'z ustidan beshingiz og'irmaganda demay, nimish qusdingiz deb sababini deb beraman. Siz nima deyotgan usib qoqqandim deyapsiz sabab. Endi taraf diqqat qildi demakchi. Merhaba. Ama merhaba resmi yumur mındaqna qizqarli qiz oldu. Maqsamda odek tuğan bilan na chichidim bir xil qiziqarliq qildigan bir qiz bor ekan, mushu oldi men tavsiya qilganlab qolmay, Chiroqni o'chirayotgan bo'lsam so'rab boqay. Nimish xususiysiz bekandimsiz? Nimish ichimdagini tap deysiz? Udulamgan desangiz olmamdi. Men azalda ishim tap demayman. Bayaq qanqiliqingiz ichimdagini tap degan qiliq oldu. Ya unda emas. Qanday qiliq oldu? Unda ishlar ana o'xshadigan ishlar bakchiq turmushda. Asli turmush murakkab ish yo'q, o'zimiz murakkablashtirib emas. Oyda ishlab qolsa, unda qanday menda qilsamamdi demay, nima ish qildingiz deb so'rasa, oddiy shu ishlar. Ashunda tushuntirib qo'yil so'rab. Hozir mana bir oilaning nimasi chiqyapti-ku. Agar shu Alijon bilan Qadriya to'y qilsa, men ibam qidek o'tib bir umrcha, men shunday qilsiz, menda qildim. Aynal chiqdi, shular bir umr aynda o'tdi maslan. Ammo Alijon bilan men maraba to'y qilsa, men bir ko'ngilli qiziqarliqchi, jilulab, andavlab, mush nima desa, odamning mush xarakterlari, oilaning amaliyotda tipki xarakterini belgilaydi ekanda. Bayatimmi, mashqisiliqi, epizod o'ynatib, nimish qilsam, bunda qilsam, shundan tushdi. Nima desa, mana bu oilaning haqiqiy kartinasi shu. Amaliyotda. Shu ham sizning alaqa urindiqqa tamoq et jang'id.
Misalga hamda. Misal, to'g'ri. Ham sizning demoqchi o'g'lingiz nima o deganda, elaqa birashni ko'rib bilan ayblab ketmay, nima ish shunda qilsiz deb, elaqa ashning sababini bundaq tushunishni dramatiklaştırib, tamoq jangida birini tutsam, nima deysiz deb so'dingiz. Bu mu hamda ma'lum nuqta ilib aytganda, elaqa turmushda bir ishni bilib bilmayli ayblashib ketmay, nima ishqa deb ashning tigini surishti qilgandan keyin, anandan keyin bundaq o'zaro go'tun qilamizmi demoqchi o'siz. Bu Men degan mush savolni Elimondan so'ramoqchidim. Ustozlar so'ragan savol bor. Mushni nima ishqa bir ish harakatni qilsam, ham seni eshitsam, da qiza qolsam bir xil uyay deb qoldi. Chuqur bir sabab bormi shuni o'ylashuvchi sabab bor. Nechta emas, sabab bor. Bir narsani tushuntiruvchi uchun qilganda o'xshamaydiganlar bir. Ha, endi chiqqan. Shu menda ishlarniki g'alati gap so'zlarniki nima ishqa sababini so'ramaydi masalan, shuni tuqib baqqan bo'lsam. Bu deganingiz rost to'g'ri. Garchi misolingiz dramatlashib ketgan bo'lsa-mu, ammo gapi xato emas. Ya'ni har qanday vaqtda ayollar bir ishni qilib bo'g'ish, moyoqdan qilib bo'g'ish, nima ish qilding, nima ish qilding emas, ayiblash xarakterlik emas, tushunish xarakterlik paranglashsin demoqchi. Bu xato emas. Kelgusidagi jo'ringiz bir ishni xato qilib qo'ysa, ko'nglingizga yoqmasa, odat ustalga ustish orqaliqmi masala hal qilishni to'g'ri deb qaramsiz? Yo'q, bu ustalning gapi emas, bu misolg'u. G'alati ishlarni qilib qolsam, masalan, yumurtga olgandan keyin bir narsani tushuntirib deb qilib qo'ysam, qo'lingizning dadavomida men nima ish qildingiz men deb beraman. Masalan, g'alati misollaringiz bo'lsa, shuni ishga kelib savol so'rab beqing. Padil xonimdan bir savol bor, muhim bir masala. O'sha ayollarni erlar xo'rlasa, ayollar birlashimizga boradi ekan-ku. Shundoq. Ayollar erlarni xo'rlasa, erlar nega boradi shuni? Buningda o'sha oilada endi er bilan ayolning o'rni o'xshash. Cho'qim ayol bir-birini hurmat qilishi, bir-birini izzatlashi, yaxshi ittifoq o'tish kerak endi. Agar masalan ayol taraf, er tarafni shu masalan oil zulmi qilgan yoki yo'ldosh er tarafni xorlagan yoki tashlab o'tgan ahvollar bo'lsa, buni isbotni asos qilib turib, javobgarligini so'rashti qilsangiz bo'ladi. Alijon, siz burun turmushliq bo'lib baqqanmi? Bo'lgan. Qancha qaytdim? 2 qaytdim. 2 qaytdim. Nima uchun oxirgi olib chiqqanligingizni so'rasak bo'lamdi? Bo'ladi, endi uningda mudolaa bersak kelishamiz deymiz, endi menda jiqroq sabab bor endi. Siz o'zingizni qo'yamsiz. O'zim jiqroq bor. Farzandingiz bormi? Yo'q. Masalan, sizning mo'mish turmushingizda qarshi taraf yo'l qo'ydigan vaqtlaringiz bormi? Masalan, men bunday his qilishimcha, siz ham o'zingizni maydonda qarab turib o'ylaygandek his qildim. 2 kun turmushda to'liqlab o'tib ketmaydi deb o'ylamsiz? Men yo'l qo'ydigan ishda yo'l qo'ymaymiz. Ayolim bo'lib qolganlik uchun emas, to'g'ri voqalık yo'l qo'yamiz. Elchi programmamiz har san qo'yilganda nurg'ulg'an qizg'in turdoshlar bizdan har xil savollarni so'raydi. Bu qitim Fatigul adab mundaq bir savol tushibdi. Bir qiz bilan bir yigit muhabbatlashdi. To'y yiqilib qolgan kunlarda qiz tuyuqsiz qarorini o'zgartib, boshqa yigit bilan to'y qilib oldi. Uning tunji yigiti ruhiy ziyon puli talab qilish uchun uni sudga arz qilsa, oqamdi, oqmamdi degan bir savol tushibdi. Davlatimiz uylanish qonunida o'sha uylanish ayolning o'z ixtiyorida bo'lish kerak deb belgilangan. Endi bu yerda har qanday ayol taraf ya er tarafdan endi qiz o'g'il deyli, nanki muhabbatlashish va uylanish erkinligi bo'ladi. Endi kim bilan to'y qilish, kim bilan muhabbatlashish bu o'zining erkinligi ham huquqi. Endi shu ishda siz hozir o'tirib qo'ygan shu ahvolda balkim bu qiz burunqi yigiti bilan u undaq yoki bundaq sabablar tufaylidan to'y qilish imkoniyati bo'lmagandi yoki chiqishamagandi. Endi bu yoqninki bu keyingi yigit bilan to'y qilib shuni bilan o'tgani bu o'zininki uylanish erkinligi. Shunga buningda deylik mush qizninki dastlabki yigiti men bilan to'y qilmadi deb bu qizdan ro'yitadan talab qilishning paket va qonun asosi yo'q. Agar hamda shu yigit mush sababni asos qilib turib sud mahkamasiga arz qilgan taqdirdami, sud mahkamasidan bu yigitninki da'vatini qo'llanish ehtimolligi cho'ng emas.
qo'llashga erisholmaydi deb qarayman. Alijon, qarab baqsaq, 4 nafar qiz siz uchun chiroq saqlab qopdi. Endi mush qizlarning chiroq saqlab qilish sababini agar o'tirg'i qo'ysa anglasak bo'ladi. Bo'lmasa siz qizlarni tanlash bosqichiga kirsangiz bo'ladi. Masalan, to'y qilaylik deymiz ikimiz. Masalan, mana ishlamay yoki bo'lmasa sizning xizmatingizni qo'llab, kelgusi bolamizni yaxshi tarbiyalab chiqish qanday qaraysiz? Endi hozir qo'llash to'g'ri qildingiz-ku deymi? Qo'llash. Masalan, meningmi naqsh muzika ishlayman dedim. Siz masalan meni qo'llamsiz. O jihatda albatta qo'llayman-da. Nima uchun qo'llaysiz? Chunki siz bir oilaning turki, men sizni qo'llamsam, bizning oila rivoj topmaydi. Ilijan, abay dedingiz lag'man yeyib bishimni suvalsam qanday qilsiz deb. Masalan, ishimiz to'yib qolsak, tuyuqsiz odam o'ylab baxmagan savollarni qo'ysangiz men qanday qilman? Hargiz bu lag'man yeb qolib, chunki jo'zg'usida ish yo'q. Unda demak emas. Sizlar o'ylab baxmagan gaplarni qilmay, cho'nqur gaplarni qilmay degantingiz shu men o'diqib qoldim, qanday qilaman? Davomli unda emas, unda murakkab emasman. Turmushdami hech qanday murakkab ish yo'q. Marhaba, chiroqni saqlab qolamsiz, o'chirib aytamsiz. Shunday olsun, bek nima qilib qoldik ekan, rahmat. Masalan, hamda jiq atalar usulchilarni aldirab qabul qilinmaydi. Shaxsan mening muqim xizmatim yo'q. Sizning muqim xizmatingiz yo'q, mening muqim xizmatim yo'q. Keyin qanday bo'lar bu ishlar? Xizmat topmamdiz deb. Lekin mening muqim xizmat qilg'im yo'q. Unda uyda o'tirib, uyni o'zi chiqib pasingda bo'ladi. Unda qilg'im yo'q. Undag'am bo'lsa xizmat qilsin dedim. Mening erkin xizmat qilg'im bor. Erkin bilan? Erkin xizmat qilg'im bor. Erkin xizmat deganingiz nimani ko'z tutadi? Men meniki sirtlarga chiqib uyan qo'yg'il chiqaman, uni ustiga ma'za to'p sodisga o'tqayki sirtlarga chiqaraq chiqib, uyda o'tirgan vaqtim yo'q-ku. Cho'qim men sirtga chiqib o'zim izlanishim kerak. Qilamsiz ashta xizmat bo'lsa. Bo'ldi. Unda qilib naqib ketmayman, men unda ishlarni zarlab ketmayman. Lekin men sal o'ylashib qoldim. Qanday qaraysiz? Butun qizlar chiroqni o'chirib yetib qoldi. Men bugun butun qizlar chiroqni o'chirmay deb chiqqan. To'liq ishonch bilan chiqqandingiz. O'zingizni ayt yaxshi ifodalashga ishonchingizni ifodalab bo'lgandingiz. Bugun qizlar chiroq o'chirib yetib qoldi. Keyingi qatimda elchiga qadam besishni xohlamsiz? Xohlayman. Yana mush yo'sinda chiqamsiz? O'xshashlar. Bo'ldi. Afsus sizni quruq qo'llar uzdirgan bo'lib qoldik. Ko'nglim biroz yerim bo'ldi mening. Shunga insonning ko'ngli yerim bo'ldi, ish cho'qim yerim bo'lish kerak. Yerim bo'lmadi, yolg'on gap o'chu. Bugungi kayfiyatingizni yo'qotib etmaganda ilhomlaringiz agar sizga madad bersa, bir ijodiyat qilib qayta kelishingizni qarshi olamiz. Kelaman. Rahmat sizga. Bo'ldi. Men bu programmaga nihoyatda zo'r ishonchli kelgandim. Afsus, chiroq o'chib ketib qoldi. Bu hargiz uttirish emas, men uchun bir utush bu. Men yana fursatlar bo'lsa qatnashaman. Bu shu qizlarga ko'nglimni haqiqiy ifodalab bermagan bo'lishi mumkin yoki tushunmagan bo'lishi mumkin. Ishga o'xshamaydi ekan deb. Bundan keyin men yana davomli qatnashib turaman. To'y ma'raka o'tkazishni isrofchilik deb qaraydigan, turmushga o'zgacha qarashda muomala qiladigan ham er-ayollik munosabatigami o'zgacha qarashlari bor Alijon sahnamizdan quruq qo'l ayrildi. Albatta, elchi sahnamizga har xil oilalarda tarbiyalangan, qimmat qarashlari o'xshamaydigan yigitlar ham qizlar qatnashyapti. Biz ularning ideyasi bilan uchrashish jarayonida atrofimizdagi nurg'ulg'an do'stlarimizni qaytadan tushunyapmiz. Xo'sh, qizlar, chiroyli naqshlarni anglaganlar bormi? Qiynamsa, birlikda anglaylik.
muhabbetni olay çalap Ömrü kaldım pişeymanda Muhabbetni olay çalap Ömrü kaldım pişeymanda Dergayında katı başım Seni oyla aktı yaşım Dergayında katı başım Bu alemde var mı senden Hamlet gör başkanayım Bu alemde var mı senden Hamlet gör başkanayım Oh, oh, oh. Undaq bolsa, mehmanni kutib olishdan burun qoidamiz bo'yicha ekran qaraylik. Көрерменler yaxşımısızlar. Mən Abdımit Ablekim bu yıl 24 yaşga kirdim. Yurtum Qashqardan. Turishliq o'rnim Urumchi. Elchi sahnasi orqali sizlar bilan ko'rishgimni xursandman. Men Xinjiang Bingtuan kasbiy texnikumni bitirgan. Hozir Do'stqulda tijorat qilaman. Qiziqishim kitob o'qish, sayohat qilish. Alaydikim gitar chalish, naqsh etish. Elchi programmasiga qatnashishdagi maqsadim qizlarga gap qilmaslik, jur'atsizligimni ustidan g'olib kelib, o'zimga muvofiq kelgan jo'r tepish. Qinamsa, Abdumitni sahnamizda kutib olaylik. Yaxshimsiz Mayrada? Yaxshimsiz ustozlar? Yaxshimsiz 8 qizlar? Azroq jiddiylashiib qoldingiz inima. Ko'plik qo'shimchasini aralashtiribroq yaxshimsiz qizlar, yaxshimsiz ustozlar deb qoldingiz. Hech qisi yo'q, jiddiylashmang. Programmamizning necha sonini ko'rgandingiz? 8 sonni. 8 sonni ko'rib bo'lgandan keyin men chiqsam bo'g'dak degan qarorga kelibsizda? Men chiqsam bo'g'dak qarorga kelib, o'zimni jur'atimdan keldim hozir. Qizlar oz bo'lmagan savollarni tayyorlagansiz. Ko'p savollarni tayyorladim. Qani, so'rasangiz bo'ladi. Avval qizlar so'rsin, qizlardan kelsin. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz? Abim qiziqishingizni kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydi deb ekansiz-ku. Qaysi tipdagi kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rasiz? Masalan, masalan, utuq to'g'riliq, anandan keyin ayol to'g'riliq, anandan keyin ma'bud to'g'riliq kitoblarni odatda ko'p o'qiyman. Sizningki o'zingizning muqim bir kasbi bormi? Muqim kasbim hozir o'z oldim ilikda deb hozir yemak-ichmak kasbini hozir rivojlantirib deb shuni qadam bosdim hozir yangidan. Qiziqishingizmi shu yemak-ichmak? Ya qiziqishim hamda gitar chalish odatda. Qiziqishingiz gitar chalishmi? Siz bu yil necha yoshga kirdingiz? 24 yosh. Sizdan qanchalik cho'ng bo'lsa qabul qila olasiz? Cho'ng bo'lsam, odatda hamda 2-3 yosh bo'lsam, undan bir cho'nglab kelsa qabul qilolmayman rasga qilsam. Masalan, siz odat sayohat qilganda, masalan, har yili sayohat qilib boramsiz yo? Senga bir masalan, charchab qolgan vaqtda odatdan keyin do'stlarim bilan odat sayohat qilmaydigan. Unda har yili bir ishga qatim chiqib. Yo'q, undaq yo'q. Undaq emas. Ma'qul, rahmat. Siz odatda ishdan sirt nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Ishdan sirt mening o'z akam hamda Jonsa telefon ochadi, telefon do'kon ochadi. Akam yordamlashib telefon sotib beraman dedi. Ishdan sirt. Masalan, to'r o'yin deydi, pul tikibchi. Andan moja o'ynash deydi. Ashuna nimalar qatnashamsiz? Yo'q, qiziqmayman rasga qilsam. Rahmat. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz? Yemak-ichmak bilan shug'ullanmadingiz. Unda bo'lsa shu yemeklardan bizga og'ash keldingizmi? Bugun og'ash kelamadim, ma'lum sababdan. Sizlar sirt chiqsalar mehmon qilsam bo'ldi deb turib. Rahmat. Sizdan bir savol so'ragim keldi. O'zingizdagi yemak-ichmak kasbi bilan shug'ullanasiz. Tamoq yetishdan xushingiz bormi yo'q? Amroqmisiz tamoq yetishga? Yo'q. Men solim so'rab qolsam bo'ladi. Endi bir o'g'il bolalar hamda bir qiz bola to'y qilsa odatda. Qiz bolaning hamda o'chitga tash tegishlik vazifasi nima?
Meni çoğanda toy qilgandan keyin ayol kishining ayollik vazifasi hamda yaxshi bir ayol, yaxshi bir ana, yaxshi bir kelin bo'lish deb o'ylayman. Yo'ldoshining shu hamda xizmatlarini hamda o'qishlarni yaxshi olib ketish deb o'ylayman. Men o'ylayman hamda ayol kishi bo'lgan keyin uyning ishini qilish kerak, lekin o'zini yasashni unutib qolmaslik kerak deb o'ylayman men. Shaxsan men o'zim ashtag'roq-ku. Sal yasashqamroq hamda. Er kishini hurmatlash, er kishiningki ota-onasini o'zining ota-onasining o'rnida qo'yish, ularni yaxshi kutish, ham keyin balla bo'lgandan keyin balasini yaxshi tarbiyalash deb o'ylayman. Ayollar bir-biriga o'zaro hurmat qilib kuyinsa, cho'nglarni hurmat qilsa deb o'ylayman. Ablimit, hozirgacha qancha qizga talab qo'yib baqdingiz? Bir qizga. Bir qizga. Natijasi-chi? Natijasi aylik ketdik. U qizga qaysi vaqtda talab qo'yganingiz yodingizda bormi? 3-oyning 8-i. Ayollar bayrami kuni. 3-oyning 8-i ayollar bayrami kuni. Nima uchun ayrilib ketdinglar? Hamda rashka qilsam, uning ota-onasi qo'shilmay rashka qilsam, ketning gapi kelsak hamda shu sabablardan ayrilib ketdik hamda. Ali Malim, Elchi programmasini ko'rayotgan qizg'in to'rdoshlar mundaq bir savol tashlabdi. Odatda o'g'illar qizlarga talab qo'ygan vaqtda kunduzda talab qo'ysak, muvaffaqiyat qozonish nisbatimiz yuqorimi yoki kechrakni tanlab talab qo'ysak, muvaffaqiyat qozonish nisbatimiz yuqorimi debdi. Endi sirkardian chemberi bundaq saati deymiz-ku, odamning biologik saati bu-ku. Bu kunduzda odatda odamlar jiddiy holatda turdi. Bunda chiqqan vaqtda uningdagi adrenalin deydigan hormon qo'yib berilgan holat turdi. Adrenalin degan nima esa sizni to'xtamay jiddiy holatda qilib biz insonlarning psixikasini o'ch psixikasiga olib beradi. O'ch psixikasi degan nima esa siz o'rmonlikda o'tibsiz, ham yirtqich hayvonlardan bir xil saqlansiz, ham o'tibsiz. Bunda vaqtda bir xil butun badaningiz jiddiy holatda qo'rqish holatida turdi. Demek qisqartib oddiylashtirsak, sizga bir yo'lboz qarab turganda men yoki boshqa birisi sizni yaxshi ko'raman desa, qulqingizga tetimaydi. Nima ish qilsa bu yo'lboz qarab turibsa, bu odam yaxshi ko'raman desa, bu gap quloqqa tetimaydi. Ammo kechdi shu deganda kechdi tabiiyla adrenalin tuvallab, odam mingizdagi melatonin deydigan bir xil modda paydo bo'ldi. Bu modda nima ish qildi deganda, bu modda odamni rohat qiladi. Kechirimchan, apuchan qilib yetadi, yana birisi minnatdorlik tuyg'usini qo'zg'aydi. Eng muhimi nima esa mudofaa bo'lmaydi odamlarda. Yana qarshi tarafning gapini mudofaa xarakterlik anglamaydi. Bu nuqtaga kelib aytgan vaqtda albatta ko'ngil izhor qilish, ta'sirlanish yoki eslash degandek bir turkum romantik tuyg'ularning hammasi kechda shakllangan rost. Shunga albatta kechda talab qo'yish, kechda ko'ngil izhor qilish kunduzga qaraganda nechasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Odatda jiddiyleşib ketgan vaqtda nima ish bilan mashg'ul bo'lishni yaxshi ko'rasiz? Odatda eng jiddiyleşib ketsam, birga yolg'iz yurishni, ikkinchisi masalan sho'x yoki muzikalik bir narsani anglashni yaxshi ko'raman. Anglashnimi, aytishnimi? Anglashni. Lekin unga qo'shib bilim o'zim ba'zan vaqtlar aytib solmayman. Mushtabda sal jiddiyleşib ketib barsiz. Tuyg'ularingiz o'zingizga bo'ysunmay qolyapti. Bir kuplet aytib beram sizga. Mendan naqshidimi? Ha. Hozir o'zim ijod qilgan naqshini olib kelaman hozir ma'lum sababdan. Hamdalik burunqi o'zim kichik vaqtim aytgan anglagan bir naqsh batda shuni aytib bersam bo'ldi shu. Ben bir qizchaqni yaxshi ko'rib qoldim, lekin qizchaq bilmadi ko'nglimni. Agarda bir kuni ushurtib qalsam, men sana deyman, men seni suyaman. Agarda bir kuni ushurtib qalsam, men sana deyman, men seni suyaman. Rogo yo yityan, nichida wodoshing, wogaw suni ho, I love you. Rogo yo yityan, nichida wodoshing, wogaw suni ho, I love you. Biroq 3 xil tilda naqsh aytib berdingiz bizga. Rahmat. I love you desam olmaydi. I love you. I love you. Hozir jiddiyleşib qoldim. I love you. I love you degan anda. Eng muhim gapni xato deb kelyapti. Muhimlik. Ammo sen mush naqshni asli pek yaxshi aytdi ekansan.
Ama öyle ciddiyleşik kaldı. Ciddiyleşik kaldın ama bu ciddiyleş... Nimi ciddiyleşi de adam? Şunu bilemsen. Adam birincisi o'zi qilib bo'lgan bir ish kelganda jiddiylashidi. Ikkinchisi ko'rib bo'lgan bir narsani ham ko'rib bo'lgan bir narsa ko'rgan bo'lsa, odam sal jiddiylashidi. Nimishqa degan tunji qatim aldiq yuzlandi bu narsa. Odam shu sababdan ham jiddiylashidi. Chunki buni qilishni yo'lini uqmaydi. Shu sababdan jiddiylashidi. Bu bo'yinimiz amaliyot to'l aqlliq bola ekan. Ma savolimga naytı ölçemlik cevapını bere aldın. Adam tunuş muhittin, natnuş muhit kirgende tabiil nimasa ciddiyleşiyor. Ciddiyleşmeyi digensiri ciddiyleşiyor. Bu nimasa yuşurnağındaki bir xil küç, qo'rqush, darhol qo'zg'alib ketadigan gap. Demek bu inimizden başına ahırkı ifadeler etkinço, nayet samimiy. Andikin kallı nayet çaqqan. Bu bal nayet bir narsa o'ylab turdi ki, mayaqdan kep boğuş, mayaqdan cevap bergan, o'ylanish deydigan narsa nayet az. Nima o deganda tiz cevap. Menimcha Ali Malim sizga nayt yaxshi baholarni beryapti. Endi jiddiylashishingizni ancha o'rni qolmadi. Chunki bayatdan sizga notunish bilingan muhit endi tunishroq bilinayotgan bo'lsa kerak. Siz davomlashtiramsiz, qizlar savol so'rsinmi? Qizlar so'rsin bo'ldi. Bayam chiqib bizga bir salom berganchingizda qizlarga bir qaragandingiz, keyin qarag'aningizni ko'rib baxmadim. Xijilib qoldim Rossiya qilsam. Qizlardan so'rab baqalayam-da. Qizchaqlasizmi shu xijilcham ballini yaxshi ko'ramsizlar? Dadıl balın. Mening yoqtirdiganim onda bagil numuschan bola bo'lib kelsa, men onunda numus qilib, u menda numus qilib, ikkimiz bir-birimizni numus qilib o'tsaq. Hech bo'lmaydi shu. Fayza. Sirtqi chiqqan yuztuvarak adam boshqa qizlarga qarash, o bu ishlar kelganda bexatarlik tuyg'usi berdi menga. Bak xijilchan bolalarni yaxshi ko'rib ketmayman, lekin eg'ir besiq, keskin bolalarni yaxshi ko'rib ketaman. Bir bala, sizningcha to'y qilishdan burun qancha tal qizvali bilan muhabbetlish baqisi to'g'ri? Meningcha shu 3 dan 4. Agar sizning o'g'lingiz bo'lsa, siz ashlangan nima deysiz mush to'g'risida? Mencha bo'lsa shu 3-4 qizlar bilan aralashib ko'rib baqsi yaxshiroqniki deyman. Hamda har xil odamning mijozlari bir. Agar qizingiz bo'lib qolsa-chi? Qizim bo'lsa-mi, men lekin chuqur bir odam bilan aralashib to'y qilgan demayman. Chunki tushunib beqish kerak, mijozni bilib beqish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Unda bo'lsa, bu yerda muhabbetlishning bir nima chiqyapti-da, aslidagi funksiyasi. Unda nima muhabbetlishdi deydigan bir masala bor. Chunki nurg'un qizlarda nima muhabbetlishni bilmaydi. Natijada bo'lsa qarish tarafni o'zining borligi deb qarab, o'zining borligini qarish tarafga berib qo'ydigan avvallar bor. Natijada bo'lsa bu qarish tarafidan ig'ir darajada zarbaga uchraganda yoki tashlanish yuz bergan vaqtda buni qabul qilinmaydi. Şu an muhabbetlish amaliyot nima desa, qandaqdir bir-birisini oddiy etish emas, balki nima desa, u bir qiz bola u ming qiygan bilan o'g'il bolani tushunmaydi. Nurg'un qizlarning o'g'il bo'lgan ko'z qarashi baribir dadasidan keldi. U har qancha aqlli, har qancha kitob o'qisimi, dadasining simasidan qutulib bo'lmaydi. Endi muhabbetlish orqali cho'tsa, dadam bir tipkan. Ama hammadan mening dadam emaskan. Dadam o'qishmaydigan mundaq odamlar bor ekan deb muhabbetlik jarayonida asli erlarni tushunish asos qilamiz. Ama nurg'un qizlar uchun shu nuqtani his qilolmay qarish tarafdan asli o'zi shakllantirgan nurg'ulgan psixikalik ehtiyojlarni qarish tarafdan haddan ziyoda talab qilib olganlik uchun orqali men baxtga erishman deb olganlik uchun nima desa, nurg'ulgan zo'r bo'lmagan qurbonliklarni berdi. Bu xil qurbonliklar eng oxirida qarish tarafdan belgilik darajada qaytmagan vaqtda bu vaqtda nima desa, qiz bola bu xil psixikalik zarbini qabul qilolmaygan avvallar ko'proq uchraydi. Rahmat Ali Malim, qizlar uchun nayt yaxshi foydalanish qimmati bor so'zlarni qilib beryapsiz. Fatigularda to'rdoshlardan yana bir savol tushibdi ekan. Ma'lum bir ayol to'y qilgan bir necha yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bular farzand yuzi ko'ramay qopti. Ularning o'zaro bir-biriga bo'lgan muhabbati cho'nqir ekan, ajrashishni xohlamaydi ekan. Lekin o'g'il tarafning ota-onasi ajrashib ketsa bo'ladi degan ko'z qarashda bo'lib yetibdi. Farzandning yo'q bo'lganligi sababidan. Endi bu ayol qaror qilib bola beqib olsaqchi degan yerga kelibdi. Endi bizning qonunimizda qandaq shart-sharoitni hozirlaganda ayol ikki taraf qonunli holatda farzandni beqib ola oladi. Devletimiz beqib olish qonunidagi munosabatlik belgilamalariga asoslanganda bola beqib olish taraf cho'qim tövəndəki şərtlərini hazırlaş kerak. Birincisi, shu bola beqib olish tarafdan bolasi yo'q.
bo'lishi yoki birli bola balası bo'lishi kerak. İkincisi, şu balı beqib olgan tarafdanki beqib olgan balani beqish, tarbiyalash va qo'g'dash iqtidoriga ega bo'lgan bo'lish kerak. Üçüncüsü, şu balı beqib olgan tarafda tibbiy panda balı beqibası bo'lmaydi deb qaralgan kasalga giribtor bo'lmagan bo'lish. Salomatlik ahvoli yaxshi bo'lish demakchi-ku. Onunla başqa mush beqibog'chilar 30 yoshga to'shqan bo'lish kerak. Yana birisi mush bola beqibog'chilar mushu beqibog'an bolaning o'z pitilishiga ta'sir ko'rsatadigan jinoyat xotirasi bo'lmagan bo'lish. Bu yuqorqi shartlarni hozirlasa shu bola beqibasi bo'ladi. Endi bayamqi so'ralgan gapdiki bu ayol tarafdanki ota-onalarninki farzandlik bo'lanmidi, ajrashib ketish kerak degan qarashi to'g'ri emas. Chunki ayolninki balaliq bo'lish huquqi, bola olmaslik o'zining erkinligi. Undan boshqa agar bolasi bo'lmay qolsa, mush qonundagi shartlarni hozirlagan ahvolida bola beqibasi bo'ladi. Shunga ota-onalarning farzandlarining turmushiga aralashib verishiga yo'l qo'yilmaydi. Rahmat Patigilada. Endi atrofimizda o'zi to'y qilishni xolamayotgan, lekin yeshi ma'lum bir bosqichga borganda farzand beqib olishni qaror qilib qoladigan do'stlarimizmi yo'q emas. Bularning farzand beqib olishi qonun tarafidan qo'g'dilamdi. Bularmi shu shartga tushamdi. Jo'risi yo'q ahvol ostida. Jo'risi yo'qlarmi bola beqibasi bo'ladi. Masalan, ayol taraf to'y qilmagan ayol yoki bola beqibasa, qiz bola beqibasa yaş şeklime koyulmaydı. Lekin uğa bola beqibasa o'zining yeshi bilan 40 yosh farq qilish kerak. Rahmat Patigilada. Elchi programmasida muhabbatlik so'zlarni o'zaro burun ko'rishib baxmagan, his qilishib baxmagan tuyg'ularni uchrashtirishdan sirt biz yana ko'rman do'stlarimizga qonun savodlarini so'zlab beryapmiz. Bu albatta programmamizning yana bir tarafdagi ufqi deb faxrlanamiz. Ben ortak bir soru sorsam, qanday qilganda balning sağlam, aqlli cho'nqili bo'ldi? Bu sizning savolingiz ukam. Bu bek cho'ng savollar. Bek cho'ng savol. Buni men bilan mendan so'rasa bo'ladi. Bir kun o'tirib so'rsangiz, men kekeshlab, testga javob beramiz, to'g'ri? Oldirmay javob beradigan narsa bu. Bu qizlardan qanday bo'lsa farzand tarbiyalaydi desangiz, bu bek yuqori bir talablar qoldi. Endi siz qandaq farzandingizni qandaq odam bo'lishni orzu qilsiz? Bu shaxsiy masalani so'raymiz, shaxsiy. Ish bo'lmaganda yangi tug'ilgan buvaqa qaysinglar zaki bekitib baqqan degan savolmi sal amliroq. Bir buvoq masalan yig'lab ketsa, siz qandaq bazlaysiz deb mushun so'rab baqqan. Garchi bu qizlarning bolasi bo'lmagan bilan cho'qim bolasi va do'stlari va bolasi va tuqqanlari va hamda shundaq ishlarni qandaq qaraydi. Hamda ba'zi qizlarda texnik bala deganlar balam bo'lish deganmi bir xil qo'rqinish tuyuldi-chu nurg'un qizlarga. Chunki nurg'un qizlar qaraganda bir cho'ng odamdek tug'an bilan amliyat o'zim bir kichik bala. Kichik bala ham bir kichik balani beqish bu xili bir ta'sish. Shunga o'g'illar unutib qolmasi kerak. Ular to'y qilganda balki kichik bir qizni oladi, bu o'sib yetiladi. Yetilganda ma'lum bir qobiliyatga kelganda ondan yana bir kichik balani bu tarbiyalash iqtidori bo'ldigan gap. Rahmat Ali Malim. Ko'nglimizdagi gapni qildingiz. Hozir qarasak qizlardan afsus hammaylar chiroqni o'chirib yetib qoldi. Siz natijaning mushundaq bo'lishini faraz qilganmi? Faraz qiladim. Sizningcha fikrim shu sizning kallangizda mush qizlarning chiroq o'chirishga sababni hozir kallangizga bir sabab keldi-da. Demak, hozir mush qizlarning chiroq o'chirishi tüpeyli sizin kalınız kelgen xiyal nim bo'lishi mumkin deganda agar sizda shu zibaygan yuqroq bo'lsa, bular men yaratmadi degan xiyal keldi. Ondan siz buni men shunday o'yladim deb javob berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa sizda bu qiz zibay tuvan bo'lgan bo'lsa, bu qizlarning chiroq o'chirishi bular meni tushunmadi deb o'ylashingiz mumkin. Va hokazo. Hozir shunday bo'lganda sizning kallangizga nima xiyal keldi? Asosligi bu sanda men birinchisi ko'nglim ketdi, sal jiddiysi ko'nglim ifoda beramadim. Ikkinchisi endi bu yerda sal yosh farq bor ekan deb baxsam.
o'zaro e'tirof qilish, qo'llash bu inson hayotidagi eng muhim ish. Demak, bugun garchi qizlar siz bilan fikr jihat o'rtaqlik kelamay chiroqni o'chirayotgan bo'lsa-mu, lekin Ali muallimning aql yo'lida sizga bergan madadlari buningdan keyingi hayotingizga chiroq bo'la oladi deb qarayman. Texim tirishing. Bo'ladi. Agar yosh jihatdan mos keladigan qiz mehmonlar sahnamizga kelganida siz qayta chiqishni xohlamsiz? Xohlayman. Biz sizni saqlaymiz. Rahmat sizga. Ma'qul sizdan. Ma'qul. Ma'qul. O'zingiz so'rag'imsiz? Rahmat. Sekiz qiz charanib suratda ustozlarning yo'l ko'rsatib o'zining kamchilikni bilib oldim. Kelarkatda meni fursat bo'lsa, o'zim to'g'rida namoyon qilib, ortiqchilikni ko'nglimga bilan ifodalab, kelarkatda qaytadan programmada qatnashib, o'zim yaxshi bo'lgan bir hamron topishga umid qilaman. To'liq yaqinlik bir yigitni uzatdik. O'zingizni asrang hada deb sahnadan ayrildik. Demak, uning ko'nglida yana muhabbat bor. O qizlarni ayashni biladi. Qadrli ko'rman do'stlar, Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati tajdarligini o'z ustiga olgan, Sanshxans Atirgul restoranining 4-qavatida joylashgan Tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan, Şinjan o'zchin yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati alohida qo'llagan Şinjan kamera